Bo'ldi. Hammaga assalomu alaykum. Bo'lasizlar va o'sha birodarlar va obunachilar. Voqada bir rasmga tushib olaylik shunday selfie. Bo'ldi. Va biz bu videoda survival o'ynaymiz. Men random seed qo'ydim. To'xta, ketma hech qayerga. Men kameramni o'zgartirib olay. Bo'ldi, qishloqqa yursak, qishloqqa. Qishloqda shuki epiki narsalar bor. Epiki. Va biz hamma darrov qishloqqa yuguradi. O'z chitni chiqarib, hech kim qishloqqa ketmasdi. Va men kapot qishlog'i. Voy. Ketaman Zotex Minecraft yetib olmoqchi, lekin u yetib olmaydi. Men yetib olishga yo'l qo'ymayman. Va mana. Oy yo'q, men afsuski kameramni tuzatib olishim kerak. Hamma narsani o'zim olib qo'ydim. Nechta narsa bor ekan, nimalar bor? Mayli, hamma bo'lishib oladi. Hammaga bo'lishib. 3 oltin bor. Bo'lish? Mayli. Menga oltinni ber. Bittasini beraman. Senda nechta oltin bor? 3. Hammaga bo'lishib berasan. Mayli. Sandiqqa qo'yay. Olmos bormi? Yo'q. Ol. Menga ham soldingmi? Menga soldingmi? Sandiqqa yana bittasini qo'y. Uni men oldim. Biz bu qishloqda hamma narsani o'barib ketamiz. Men o'ziga kerakli narsalarni o'baraman. Qani bu survivalda random seedda men hech qachon bunday chiqadi deb o'ylamagandim. Bu shunday chiqadi ekan. Mana va men bular ham olaman. Va skim ham kelmoqda. Yo'q, u ham men olmoqchi bo'lgan narsalarni olib qo'ymoqchi. U yo'qchilarni olyapti. U boshqa narsa olmoqchiman. Men kitoblarni ham olaman. Chunki kitoblar ham kerak bo'ladi. Ana. Hamma ovqat zaxirasini olib qo'ydi. Ha, ol. Biz hammamiz bir kishi, hamma bir kishi uchun. Yoki biz shu qishloqda yashaymizmi? Yo'q. Chunki biz o'rmonlikka borishimiz kerak. Maqsadimiz Uy qurish. yo'q. Ovqat zaxirasi. Maqsad o'ylab topmadim. Maqsadimiz Zaxirasi. yo'q. Allaqachon Maqsadimiz olmos topish. Yo'q. Ha, unda oltin demoqchi bo'lsak, allaqachon topildi. Zimrat esa juda ham qiyin. Chunki u faqat qishloqlarda bo'ladi, biz esa bu qishloqda yo'q. Bu qishloqda demak bizda imkoniyat juda ham past. Bitta rudani aytish kerak. Ha, yo'q, nezerga borish deymiz. Temir bormi senda, Zotex? Yo'q. Faqat qilich bor temir. Unda ketadigan vaqt bo'ldimi? Yo'q, qorong'i bo'ldi. Qo'y topish kerak, qo'y. Qo'y qidirayman, qo'y. Chunki kech bo'ldi. Voy, endi bir reja bor. Reja. Kech juda tez tushib qoldi. Chunki video olishda men afsuski men chitlarni o'chirib qo'ygan edim-ku. Hozir chitlarni yo'qaman. Chunki biz video olishda qilgandik. Shuning uchun ham unga ko'p vaqtda shunaqa bo'lib turdi. Biz tong qilishimiz kerak. Chunki bir kun 5 daqiqa emas. O'sha 5 daqiqa o'ynadik. Deyarli. Mana tong bo'ldi. Qani ketdik. Yo'q, keyinroq topamiz. Yur. Bu sovuqlikdan ketish kerak. Yur, ketamiz, hamma kelinglar.
Mana kelyapti, to'xta. Ha, to'xtab turibdi ekan. Mana bu soqolli obunachimiz ham kelsin. Va ketdik. Ketdik. Orqamdan yuryapsizlarmi? Ya, qishloqlar butun umr sovuqlikda yashar ekan. Men bundaylikka chidolmasdim, lekin ular chidashadi. Orqamda kelyapsizlarmi? Orqada qolib ketmadinglarmi? Biroz kutib turamiz. Bo'ldi, o'tib ketdilar, ular hatto kelganda. Lekin yana Stiv bir joyga oldi. Senlar bellashamiz. Stiv yutsa, ulashasiz videoni do'stingizga, Zotex yutsa like, men yutsam obuna. Keyin birinchi o'rmon topish. Men juda Hamma bo'linib qidiradimi yoki? Yo'q. Keyin adashib qoladi. Va teleport qilamiz bir-birimizni. Mayli. Hamma har joyga. O'rmon bor edi-ku. Yo'q, u qorli o'rmon. Menda ovqat yo'q, menga ham ovqat beringlar. Ma. Bo'ldi, hamma bo'linib qidiradi. Men albatta yutaman. Ha, to'xta, sizlar ikkingiz birga yuringlar. Men esa bir o'zim. Sizlar yutsangiz like va ulashasiz videoni. Men yutsam esa obuna bo'lasizlar. Bu yerda okean bor ekan. Sizlar o'z mening orqamda yurmayapsizlarmi? Hozir cho'ldamiz. Qor bosayotgan cho'l. Biz emasman men. Meni ko'ryapsizlarmi? Yo'q. Men uzoqqa ketib qoldim. Bas videoni tezlashtirishga to'g'ri keladi. Chunki bu yerlar ancha zerikarli. Pam 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 pam. Olmaysan. Sen malum qarab kelgan Stiv. Oy, Stiv afsuski bitta nosozliklar bo'ldi va u serverdan chiqishga majbur. Afsuski, lekin u keyinroq qo'shishi mumkin. U menga xabar berdi hozirgina, u vafot etdi. Aslida vafot etmadi. Siz qayg'uli narsa o'tirgan, o'shanda vafot etmadi. Dun deb edit qilib qo'yamiz. Bu joyga yo'q qo'shmaymiz. Men o'rmon zo'r topishim kerak va buni. Voy, seni ko'rdim. Voy, nega meni ketimdan yuryapsan? Men bu yoqqa ketyapman. Voy, nega meni ketimdan yuryapsan? Voy, axir bu o'g'rimchilik, o'g'rim o'ylayapti. Voy, yo'q, meni ketimdan yurma. Voy, men u yerda qovoq olganda sen ham qovoqlarda bo'lasan. Men senga qishloqqa emasman. Qishloqni gapirib berdim. Wow. Qishloqmi? Qani? Yo'q, qishloq topdim. Yana ortga qaytmadik-ku. Bilmasam. Sen meni ketimdan yuryapsan shunchaki. Qani, menga bersa ham kerak bo'lar. Lekin orada ko'p o'tmay men boshida kelgan qishloqqa kelib qoldim. Kim buni men o'zim ham bilmasman. Shunday vaqtlarda birdan qishloq topib qoldi. Va men bundan juda hayratdaman. Men to'xta. Yo'q, axir o'sha qishloq. Va bu birinchi qism edi. Qorda survival qismida keyingi qismlargacha ko'rgan. Asosiy maqsad Nezerga borish. Birinchi qism tugadi. Bu necha qismga bo'lsa bilmayman, ammo hammaga xayr.